2023-yilda chiqqan Niyabishli Svet qaranglar. Zo'r mashin, sostayanlar ham ideal, bizlarga gap qoldi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 yil tuman 4 yilning o'zini mashina. E'tibor etdingizlar ku bolalar. Radar mashinda, radar mashin. Gap bo'lishi mumkin emas. Yo'q, radar emas aqabi. 25 ming yurib turibdi, 23-yil. Avtomat korobka ideal holatda turibdi. Mashinning ko'rinishlari. Mashinning so'mmi? Tangasi. 143 million so'm. 143 million so'm. So'm bilan avtokredit chiqadi. 15. 15 million so'm bo'ladi. 15 million so'm pul bilan keladilar. Yana besib turadi baba. 15 million so'm bilan keladilar haydab ketaveradilar. Pasport beradilar, 15 million so'm bilan xudo xolasa kelib haydab ketaverasizlar. Oylik to'lovini kelsak 4 million 300 dan chiqadi 5 yil. Bundan ham ozroqdan chiqish ehtimoli bor. Havo, mashinamiz 4 yil avtosavdoda turadi. Xudo xolasa родной, единый свет, единый bo'lib yuribsiz. Menda svet yo'q lekin rostdan. Quyoshda ko'rdingizmi, yonib turibdi. Xolos hozir naqd pula, xolos hozir barter, xolos hozir kredit, hammasi ishlanadi. Metandan metan. Metan ham bor ekan, poliklar ham bor, mashina. Metan ham bor, men metan yo'q chiqadi deb turadi. Metan ham ustun olib ketilgan ekan. Nomer, hamma narsasi bor. Biz rasxod. Buni bir haydaydi odam kerak. 3 million chekmaydi, yaxshi yere uzataman deb BS'ni va'da berganman. Ha. Kelaverasizlar. 4 kilo avtosavdoda kutib qolamiz.